Hozir bitta mashinaga necha xil assortiment yuklanyapti? Hamma talabiga qarab. O'xshaymi yoki xalqiga uradida, Talab qanaqa bu chetdan kelayotgan mahsulotga xalqimizning talabi qanaqa? Zo'r aka. Zo'rmi? Xalqi zo'r aka. Nimaga bilasizmi? Bizani mesning olib bor misol 25-30 ming aka. Bular undan arzon sotamiz. Sifat qaysi bo'yicha ham zo'r aka. Sifat bo'yicha yaxshi. Sifat bo'yicha ham zo'r. Bu o'qlanmaydigan bir qatorli mollar bo'ladi bular. O'qlanmaydi, aldanmaydi. Shunaqa aka. Aldansa ham qo'pol qilib aytganda vaziratlari bor aka. Bu narsalar. Mana shu bolani tarmoqda o'zlaringiz kuzatasizlar, mana O'zbekistonning imijini, brendini ko'tarish uchun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. O'zbek tovarni mahsulotni olamiz deyapti. Sotgani qo'rqamiz. Ikkinchi qatoridan xavfli holat. O'qlama ishonch yo'qolgan deyapti. Narx-navo ham baland aka. Ha, stabillik turmaydi. Bu masalan mana sitruslarda narxda stabillik bormi, bir xillik? Bir hafta tushirsa bo'ladi. Bir xil narxi. Bizda-chi, biz tovarlarda? Bizaniki kuniga o'zgaradi. Kuniga o'zgarib turadi. Soatga o'zgaradi. Kamayib qolsa risk ko'tarilib ketadi. Xalqdan talab susayib qoladi-da. Masalan, hozir borib 40 ming oldi, siraz borib 80 ming oladi, 20 ming oladi. Shunaqami? Narx bir xilligi yo'q. To'g'ri. Masalan, siz mevalar yortayotganingizni ko'ramiz tarmoqlarda. Xudo rozi bo'lsa yaxshi. Mana bizning mahsulotlarda ham O'zbekistondan dehqonlar masalan Surxondaryodan tortib Andijongacha o'rda mahsulotlardan, vodiydan keladigan mahsulotlarni ham mashina qilib qiziqib yoritish kerak-da. Shu yoritishga arziydigan tovar yo'qmi yoki nimaga bularni ham yoritsangiz bo'lmaydimi demoqchiman. Yo'q. Ular ham endi bizaniki sezonlik-ku aka. Bizaniki sezonda bo'ladi-yu. Deyli o'zimizdan shu bo'ldi. Mana hozir olmalarimiz ko'p, misol. Rahmallarimiz ko'p. Masalan, olmamiz ko'p. Keyin limonimiz bor, pomidorlarimiz bor. Ular chiqadi. Yo'q, masalan, o'shalarni ham mashani qiziqtirib yoritsa xalqimizga deyman, hali chiroyli videolarda qo'ysak, O'zbekistonning mahsulotini demoqchiman-da. Yana ham chiroyli bo'ladi. Hormanglar akalar. Hormanglar. Savdolar bo'lyaptimi? Mana tagini ochib ko'ramiz aka. Bu aka do'konga borib sotasizmi? Assalomu alaykum. Salom. Mahsulot. Hormang aka. Assalomu alaykum. Salom. Sifatdan. Assalomu alaykum. Qalaysiz, tog'a? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Tangi bir xili. Zo'r aka, xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Sizlar o'zbek tovar ham sotasizlarmi yoki ko'proq hozirgi sezonda import tovarmi, opa? Talab qaysiga kuchli hozir? Hozir qishki mavsum bo'lganda sitrusga ko'proq. Endi sitrus sezoni boshlandi-da. Sitrus sezon boshlandi. Bu taraf ham bor. Sal kamayib qoldi-ku. Ya serob nimaga? Xolodilnikda masalan Husayn uzum, Damaskiy uzum, Toifa uzum, boshqa uzum, xurmo, behi, anorlar zaxirasi juda katta yuqori turibdi, lekin savdo yo'q deyishyapti. Savdo yo'q. Savdo. Aka, sog' bo'lasiz, bozoringizni bersa. Endi o'shaning uchun demoqchimanki, birinchi o'rinda sifat masalasida muammo ko'p. Hozir naryoqda gaplashib aytayaptiki, o'zbek tovarini sotamiz deyapti, yomon emas deyapti. Lekin tagidan sifatsiz mahsulot chiqsa biz ziyon kirib qolyapmiz deyapti. Hisob ololmayapmiz deyapti. Klient ham qochadi deydi. Klient qochadi. Bu chetdan kelayotgan mahsulotdan-chi? Chetdan kelgan mahsulotlarda ham endi o'ziga yarasha bor endi muammo, lekin unaqa o'qlash yo'q, yo bormi? O'qlash yo'q, Biz birinchi muammoimiz xom uzish bilan o'qlash bo'lib qoldi. O'zimizning xalqimizga ishonch oqlolmayapmiz-da. Ishonch oqlash uchun yaxshi mahsulot yetkazib berishimiz kerak. O'zimizning xalqimiz ham oliyjanob, madaniyatli, o'qimishli, nimaga pulga nima olishni biladi. Lekin aldi o'qloq hiylani olib yemaydi-da.